Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan joylarda turli tadbirlar, uchrashuvlar davom etmoqda. Xususan, Navoiy Uran davlat korxonasida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Uchrashuv avvalida korxonaning 11 oy davomida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobot tinglandi. Shu bilan birga ushbu davr mobaynida korxonada korrupsiyaga qarshi kurashish profilaktikasi kuchaytirilgani, ichki nazorat mexanizmlari takomillashtirilgani hamda kadrlar bilan ishlash jarayonida ochiqlik ta'minlangani haqida batafsil ma'lumot berildi. Korrupsiya jamiyatning yemirilishiga sabab bo'luvchi eng xavfli illatlardan biridir. Bugungi kunda jahon hamjamiyati ham ushbu salbiy hodisaga qarshi qat'iy kurash olib bormoqda. Ana shu ezgu maqsad yo'lida tashkil etilgan muloqot davomida asosiy e'tibor korrupsiyaga qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlar, ularning samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan tizimli islohotlar hamda mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llariga qaratildi. Korrupsiyaning ildiz otishi nafaqat davlat taraqqiyotiga, balki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishga, shuningdek mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu illat davlatning dunyo hamjamiyatidagi mavqeyining pasayishiga olib keladigan murakkab ijtimoiy hodisa sifatida baholanadi. Navoiy Uran davlat korxonasi tomonidan 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish munosabati bilan brifing ochiq eshiklar kuni dasturi o'tkazildi. Navoiy Uran davlat korxonasida korrupsiyaga qarshi kurashish, uni oldini olish hamda uni bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha bugun barcha turdagi ishlar bo'yicha ochiq shaffoflik bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hisobot prezentatsiya tariqasida taqdim etildi. Bu taqdim etilgan hisobotlarimizda ishtirokchilar tomonidan eng qiziqarlisi juda ketma-ket savollar, ya'ni o'sha kelgusida amalga oshirishimiz lozim bo'lgan yoki yana qo'shimcha bajarilishi kerak bo'lgan ishlar to'g'risida fikrlar almashildi. Bu juda ham brifing tadbirlarini kelgusida yanada ko'proq o'tkazilish kerakligini namoyon etib turibdi. Bosh direktorimiz tomonidan tasdiqlangan jadvalda shundayki, har bir compliance xodimi borib ishlab chiqarish maydonlarida xodimlarni yig'ish emas, bir joyga, auditoriyaga yig'ish emas. O'z joyiga borib, ya'ni o'zi xodimni yoniga borib, undan faoliyati bo'yicha surishtirish, korrupsiya holatlarini surishtirish amalga oshirishi belgilanganligi ishtirokchilarda juda ham katta qiziqish uyg'otishdi. Albatta, bu kabi uchrashuvlar, muloqotlar jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish madaniyatining shakllanishiga, har bir shaxsning ongida esa mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlashga xizmat qiladi.